Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli tong desak ham bo'ladi. Xudo xolisa yana bir darvozamizni o'zimizning Namangan viloyati Chortoq tumaniga olib keldik. Xudo xolisa ikkita obzorimizni beramiz. Bu joyga bitta darvozamizni o'rnatgandik. Inshaalloh mana orqasidan zakaz bo'lib, bu joyga ham darvozamizni o'rnatish jarayonlarini boshladik. Albatta videoni oxirigacha ko'rsalang manfaatli bo'ladi. Like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa bir darvozamizni syomkasini qila olmagandik. Fursati bugun ekan, qo'shnilarga darvoza olib kelib o'rnatdik. Buni ham syomkasini qilib o'tamiz degan umiddamiz. Ko'rishingiz mumkin, ko'rinishini o'rab 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan high-tech uslubli darvozamiz. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 320 atrofida bo'lgandi o'shanda. Gideta bu darvozani bir 7 oy bo'ldi qo'yganimizga. Endi qo'shnilar telefon qilib zakaz qildilar. Ag'dika shtampovka pechat high-tech uslubda, bag'dika o'sha qo'l mehnat ruchniy rabota 2 qavatli 1.8 qalinlikda qilganmiz. Bu darvozamizni ham to'liq obzorini qilib beramiz, xudo xolasa. Darvozamiz yondorlariga o'nlik shevellar, taglari ham o'nlik shevellarda bo'lgan. Tepa qismi 10/5 profildan bo'lgan. Liftlarimiz 1.8 двойной holatda bo'lgan, 2 qavatli. 6/4 profillarimiz hammasi qalinda bo'lgan. Mayda kvadratlar ham 1,5 stenkada bo'lgan. Bu joylarga ikkinchi qavatiga shu gipkasi bo'lgan, qora kraskadan foydalanganmiz. Buni bu ham shumkali holatda bo'lgan. Bu joylarga nerjivenkalardan qo'yganmiz. Arka joylarini ham ko'rib turibsiz, o'ta go'zal holatda bo'lgan. Darvozamiz kraskasi mokriy asfalt, matviy holatda bo'lgan kraskamiz. Xo'p, kraskasi xudo xolasa 5 yil kafolati bor. Darvozamizning orqa tomonlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. 2 qavatli variantda shu qovurg'a profillarimiz ko'rinib turadi. Orqasidan 1.8 va oldidan yana ikkinchi qavat ishlov bo'ladi. Shu 2 qavatli variant deyiladi. Agar buni ashibga qilib, buni ko'rinmaydigan deydigan bo'lsalar, orqasi profil monolar ko'rinmaydi. Fonni yana 3-qavatini bosib beramiz. O'shunda 3 qavat hisoblanadi bu darvozamiz. Hop, 2 qavatli high-tech uslubli darvozamiz shu ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Center zimchga ko'rinmasligi uchun mana orqasidan ham fonni admanka qilib planka qo'ygan 1,5. Xo'p, darvozamizda endi summasiga keladigan bo'lsak, shu darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan tortdi, 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi. 2 qavatli, 3 qavatli materialga qarab xudo xolasa chiqib kelaveradi. Bu darvozamiz kvadrat 1 million 300 ming so'mdan o'rnagan bu joyga. 2 qavatli 1.8 hamma yoq full variantda bo'lgan. Misol uchun 1.8 emas, 1,5 stenka, 6/4lar 1.7 emas, 1,5 stenka, yondorlari profil, tagini o'zini shevellar qiladigan bo'lsak 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. Bu yondor ham, taglari ham shevellarda, 6/4lar ham shu full 1.7 stenkada, listlar ham 1.8 stenkada bo'lgan. Kvadratini 1 million 300 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Agar ashibga qilib qiladigan bo'lsak shu 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi. Xo'p, do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Xo'p, keyingi darvozamizni ham hozir unisini ham obzorini qilib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi obyektimizga o'rnatgan darvozamiz qo'shnilari o'sha shtampovka pechat varianti, eng full variantda qilingan 2 qavatli shumkali holatda qilganmiz. Bu darvozamizga ham ketgan materiallarni to'liq obzorini qilib beramiz. Hop, korobkamizga 2 stenkadan foydalanganmiz. 10 2 stenka bursdan foydalanganmiz. Darvoza fonni vibraga o'tirgan, 6/4lar 1,5 stenkada bo'lgan, listlarimiz 1.3 stenkada bo'lgan. Oldi ham 1.3, orqasini ham tekis ashibga qilib 1.3 stenkadan foydalanganmiz. Taglarimiz o'nlik shevellardan bo'lgan. Bu joylarga mana soplarni qo'yib, nerjivenkalargacha qo'yib berganmiz. Darvozamiz eniga 396, bo'yiga 340 razmerda yasalgan. Shu joyga opshi 10 million 800 ming so'm atrofida kelib o'rnadi. Aniq esimizda yo'q.
Misol uchun bu darvozamiz mana shu ko'rinishda, misol pon vivralari bo'lmaydigan holatda list o'zi ochib bo'ladigan bo'lsa, kvadratini 600 ming so'mdan qilib beramiz. 500 ming so'mdan ham qilsa bo'ladi materialga qarab. Shu 500 ming so'm, 600 ming so'm, 700 ming so'm, даже 900 ming so'mgacha chiqaveradi. Oldi orqa bir xil ko'rinish desangiz 1 million so'mgacha chiqadi metr kvadrati. Darvozamizni ham orqa tomonini ko'rishingiz mumkin. Orqasini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'lgan. Buni ko'rishingiz mumkin. Bezuloq, xudo xolisa lis va uloq tushadi. Nimaiki 1.25 ga 2.5 stenkada, 2.5 uzunlikda bo'ladi. Shu joylarga mana lisimiz uloq tushgan, lekin orqasi shu ko'rinishda bo'ladi darvozamizni. Orqasiga mayin qilib germa tekis, mokray asfalt kraska, oldiga qanday kraska ishlatgan bo'lsak, oldiga ham dev o'sha mokray asfalt qilib sepganmiz. Matvi ko'rinishda bo'lgan. Darvozamiz orqa ko'rinishi 2 qavatli shu ko'rinishda bo'ladi darvozamizda. Xo'p, do'stlar, kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, albatta videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Agar kimgadir qanaqadir darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqsanglar, Telegram, WhatsApp, Imo barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Xudo xolasa, xohlasalar ishxonani o'ziga kelib zakaz berishlari mumkin, xohlasalar zakaz tashlab bersalar borib o'zimiz o'lchamlarni olishimiz mumkin. Darvozamiz summasi keladigan bo'lsak, bu shtampovka pechat darvozalarimiz vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bor, boshqa viloyatlarga dastavkasi kelishi asosida, lekin ustanovkasini qilib beramiz. Darvozamiz summasi keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan kelib shu joyga o'rnadi. Aloqa chiqaverasizlar. Pastda albatta nomerlarni qoldiramiz. Bundan boshqa darvozalar kerak bo'lsa, kattaliklarni tashlab beramiz. Tanlov o'zingizdan tanlasangiz, narx-navosini chiroyli qilib beramiz. Xo'p, manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Asosiy lokatsiyamiz o'sha Norindaryo ko'prigiga yetmasdan o'sha chap qo'lda propaz zapravka bor. O'sha joyda katta seximiz bor. Shu joyga kelib zakaz berishlar mumkin. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.